Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Navbatdagi 10-chi darsimizni boshlaymiz. Al-lug'atul arabiyyatu. Ad-darsul ashiru. Mavzu arab alifbosi va fonetikasi turkumidan zo, sod, dod va ayn harflariga bag'ishlanadi. 4 rejadan iborat darsimiz. Demak, har bitta reja bittadan harfga bag'ishlanadi. Birinchi reja zo, ikkinchi reja sod, uchinchi reja dod va to'rtinchi reja ayn harflariga bag'ishlanadi. Demak, zom harfidan boshlaymiz. Zo yoki zom harfi zoimdosh tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 17-chi harfi. Bu harf ifodalagan tovush demak quyidagicha talaffuz qilinadi. Tepa va pastki tishlarni bir-biriga tekkizamizda tilni tanglayga ko'taramiz, lekin tekkizmaymiz. Zo, zo, zo. To'rt ko'rinishli harf, abjad hisobi 900. Demak, bu yerda zal hamda zo harflarini talaffuzdagi farqini ko'rsatib o'tamiz. Demak, Z harfi ifodalagan Z tovushi bu yerda tilimiz uchi demak tishlarimiz orasida turgan holatda talaffuz etiladi. Z. Zo tovushi esa tishlarimizni yumamizda demak tilimizni tanglayga ko'taramiz. Shu tarzda talaffuz qilamiz. Zoy. Zoy. Demak, bu yerda ko'rinishlari taqdim etilgan ikkinchi qatorda pastdagi suratda qizil rangda demak alohida ko'rinishi. Ikkinchida so'z boshi ko'rinishi, demak bu fatha harakati qo'yilgan zo bo'ladi. Keyin so'z o'rtasi ko'rinishi kasra harakati qo'yilgan zoy, zoy. Va nihoyat domma harakati qo'yilgan uchinchi so'z oxiri ko'rinishi berilgan bu yerda zo. Uchtasi qo'shib yozilgan oxirgi qatorda zo, zoy, zo. Endi zo harfi ishtirokidagi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi so'zimiz zofarun. Bu yerda demak zofarun tarzida talaffuz qilamiz. Zofar. Bu so'z boshida kelishi bu yerda o'zidan keyingi fa bilan ulab yozilmoqda. Keyingi so'zimiz muzaffarun. Muzaffarun. Bu yerda demak so'z o'rtasi ko'rinishi biz ulagan holda yozyapmiz. Ham o'zidan oldingi ham o'zidan keyingi harfga qo'shilib yozilmoqda. Nihoyat keyingisi hofizun. Hofizun. Hofiz. Hofizun. Ya'ni hofiz, yodlovchi va boshqa bir qancha ma'nolarni ifodalaydi. Va nihoyat to'rtinchi so'zimiz huzuzun. Huzuzun. Masalan, hofizunda so'z oxiri ko'rinishi yozilgan bo'lsa o'zidan oldingi harf bilan ulanyapti va tugayapti. Shu bilan shu so'z oxiri ko'rinishini olyapmiz va huzurunda ham garchi so'z oxirida kelayotgan bo'lsa-da biz alohida ko'rinishini yozamiz, chunki g'ov harfi o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Huzuzun demak baxt omadlar. Huzun degan so'z bor, demak shuning ko'pligi. Keyingi harfga o'tamiz. Sodin harfi doimdosh tovushini ifodalaydi. Biz ko'rgan hozirgi ko'rib chiqqan zo ifodalagan zning jarangsizi desa ham bo'ladi. Sod arab alifbosining 14-chi harfi. Demak, bu harf ifodalagan tovush, ya'ni so tovushi talaffuz qilinganda tepa va pastki tishlarni bir-biriga tekkizamiz. Til uchini tishlar orasiga qo'yilgan holda talaffuz qilamiz. Soy, soy, sod. Soy. Yani bu harf to'rt ko'rinishli harf, abjad hisobi 90. Demak, pastdagi rasmda, o'ng tomondagi rasmda katta qizil holatda alohida ko'rinishi berilyapti va qaysi qismi satrdan tepada va qaysi qismi satrdan pastga tushishi ham ko'rsatib o'tilgan. Va pastda so'z boshi fo, so'z o'rtasi, ya'ni so'z boshi o'zidan keyingiga qo'shib yozilsa, so'z o'rtasi ham o'zidan oldingi, ham o'zidan keyingiga qo'shib yoziladi. Suy. Va so'z oxiri o'zidan oldingi qo'shib yozamiz suv va hamda yana alohida ko'rinishi berilyapti. Chap tomondagi suratda esa demak bu yerda o'sha og'iz holati bu harf talaffuz qilinganda suratda berilgan. Sod harfi ishtirokidagi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Sunduqun, sunduqun. Bu yerda so'z boshida kelyapti. Keyingi so'zimiz misbahun.
Misbahun. Bu so'z o'rtasida kelyapti. Bassalun. Bassalun. Demek bu yerda so'z o'rtasida kelyapti. Listun. Listun. Bu so'z oxirida kelyapti. Demak o'sha lamga ulab yozyapmiz. Va oxirgi so'zimiz basun. Bu ham so'z oxirida kelyapti, lekin alif o'zidan keyingi ulanmasligi sababli biz alohida ko'rinishni olyapmiz. Basun. Demek sunduqun, misbahun, bassalun, lissun, basun. Demek so'z bosh va so'z o'rtasi ko'rinishlari to'liq satrdan tepada yoziladi. So'z oxiri va alohida ko'rinishlari ko'rib turibsiz. Oxirgi qismi satrdan pastga tushadi. Sod harfi. Demek sunduqun, sandiq, misbahun, chiroq, bassalun, piyoz, lissun, o'g'ri, basun, avtobus. Keyingi harfga o'tadigan bo'lsak, dodun harfi doy tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 15 harfi. Bu harf ifodalagan tovush talaffuz qilinganda til tepa taglagiga yopishtirilib, zarb bilan qo'yib yuboriladi. Doy, doy, doy. Ya'ni tilimiz tanglagiga yopishtirilib, zarb bilan qo'yib yuboriladi. To'rt ko'rinishli harf. Abjad hisobi 800. Demak, alohida ko'rinishi berilgan bu yerda. Do, doy, do bilan birga. Do, do, doy bilan birga. Demak, bu yerda doy o'ziga xos, ya'ni maxrajini to'g'ri talaffuz qilganimizda a oga o'xshagan holda, i esa o'yga o'xshagan holda chiqadi. Misol uchun, do, doy, do. Do, doy, do. Do, do, doy. Ee, Chap tomondagi suratlarda demak o'sha bu harf talaffuz qilinganda til tishlarning holati ko'rsatib berilgan. Dod harfi ishtirokidagi so'zlarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Hadorin, 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 hadorin. Bu sabzavot. Dobitun, dobitun, dobitun. Demak, zobit, harbiy degan ma'noni beradi. Riyodun, riyodun. Demak, bunda bog'lar degan ma'noni beradi va oxirgi so'zimiz qarqada. Qarqada tishlamoq ma'nosini beradi. Ya'ni ot yoki hayvonlar tishlaganda ishlatiladi bu fe'l. Demak, qaytaramiz. Xadorun, dobitun, riyodun, qarqada. Demak, so'zlar bu harfni ko'rinishlariga mos tarzda tanlangan. Demak, birinchi so'zimizda xadorunda so'z o'rtasi, dobitun so'z boshi, riyodun alohida, chunki so'z oxirida kelayotgan bo'lsa-da, alif o'zidan keyingi harfga ulanmasligi sababli bu yerda e, dot alohida ko'rinishi berilgan va so'z oxiri ko'rinishi qarqada. Bu yerda demak so'z oxiri ko'rinishi berilyapti. Xabarun, dobitun, riyodun, qarqada. Navbatdagi harfimiz aynun harfi. Ay undosh tovushini ifodalaydi. Bu demak arab tiliga xos tovushlardan. Arab alifbosining 18 harfi shu tovushni ifodalaydi. O'zbek tilida bunday tovush mavjud emas. Bo'g'iz tovushi hisoblanadi. Tovush tomoqning o'rta qismidan, hiqildoq usti sohasidan chiqadi. To'rt ko'rinishli, abjad hisobi 70. Demak, ayn harfi ishtirokidagi so'zlarga o'tadigan bo'lsak, birinchi so'z boshi ko'rinishi kelyapti. Olamin, olamin, olamin. Demak, bayroq ko'rib turibdi, demak, ko'rinib turibdiki, demak, so'z boshida harf satr ustida yoziladi. Keyingisi sha'bun, sha'bun shindan keyin va bdan oldin kelmoqda. Ikki tomonlama qo'shib yozilgan. Shin va bdan shindan keyin va bdan oldin kelmoqda. Sha'bun xalq degani. Sha'bun. Masalan, sha'bun arabiyyun desak, arab xalqi bo'ladi. Navbatdagi so'zimiz dof, diyon. Bu demak o'sha so'z bosh bu so'z oxirida kelishi. Lekin bu yerda biz alohida ko'rinishini yozganmiz, chunki dal o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Shuning uchun so'z oxirida kelayotgani bundan keyin boshqa harf yo'qligi sababli alohida ko'rinishni olamiz. Doif, deon, doif, deon, doif, deon. Quruq degan ma'noni beradi va tabion, tabion. Bunda so'z oxiri ko'rinishi demak b o'zidan keyingi harfga
qo'shib yozilganligi sababli demak o'sha ayn bilan qo'shib yoziladi va bu yerda so'z oxiri ko'rinishi ko'rinib turibdi. Qaysi qismi demak satrdan tepada, qaysi qismi satrdan pastda bo'lishiga e'tibor qaratamiz. Tabiun, tabiun. Va nihoyat oxirgi so'zimiz, bu yerda ham so'z boshida ayn kelyapti. Alif ulangan. Olimun, olimun, olimun. Hurmatli talabalar, mavzuni mustahkamlash uchun sizga quyidagi savollar taqdim etilgan. Savollarni ekranda ko'rib turibsiz. Demak, har bitta mana shu to'rtta harfni ko'rinishlarini yod olamiz va e'tibor qaratamiz. Qaysi qismi satrdan pastda, qaysi qismi satrdan tepada yoziladi. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Shuningdek, taqdim etilgan so'zlarni yod olamiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni esa yana mana shu ekranda taqdim etilgan adabiyotlardan olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.